Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Kuningiz fayzli barakali bo'lsin. Ko'l pochtamiz Toshkent viloyatiga kelgan. Bo'ldi buji. Metan yaxshi sapchaslar, ayollar sapchaslar bilan bu tarafda Jenta Toshkent shahridan unga metan nech propan beryapmiz. Bizda shunaqa xizmatlar ham bor, metan nech propan xizmatlari ham bor. Bundan tashqari labo boshlaymiz. Xudo xolasa 65 talik ustunovka qo'yiladi. Mana teshmasdan guruchni chiqargan bak joyini bu yoqqa sug'dirib, bak joyiga 65 tanga qo'yiladi. Tuzib teshilmaydi. Shunaqa variant ham bor. Xohlovchilar uchun, Yevropa gaz obunachilari uchun shunaqa sifatli ustunovka qilib beramiz. Yana bitta ko'l poshtamiz Buxorodan kelgan, Buxoroy sharifdan original zapchastlar ustunovka qilinyapti. Boshqaruvimiz Alex miyasi originali, Baltic tana fabrikasi ham originali. X Abashimasi aylar reytinglarimiz bilan 4 paketlar so'rab qilinyapti. Ham bu yerda jang ham ketyapti, ham bu yerda o'yin ham bo'lyapti. Kelinglar, bizda har tomonlama bo'ladi. Shunaqa sifatli ustunovka qilamiz. Namoz boshlaymiz. Toshkent shahridan kelgan qilyapti. Tarafta qo'shimcha qo'yiladi, so'nakka go'shtni so'rilgan qo'shimcha qo'yiladi. Qashqadaryodan keyin trektor boshlamizga propan akkuratli qo'yilib ko'rib turganingizdek mana yozib qo'yib 47 litrni qo'yib beradi. Termos trubkalarni chiqarib sifatli qilib chiroyli qilib hammasi original full zapchastlar. Miyamiz o'sha mashhur Alex OBD musalisi. Cheklar o'chirib beradi, ligrovkalar yaxshi chiqadi. Boshqa siltashlar degan narsa bo'lmaydi. Original zapchast bo'lsa shunaqa bo'ladi. Farsumkamiz keladigan bo'lsak, Baltic Italian farsumkasi originali. Ko'rib turganingizdek, Italiyaniki eng zo'r full fabrikalarni qo'yib beryapmiz. Reyturimiz Italiyanskiy AT09 Nordic Italian farmatsevtik firmaniki. Originali. Bu mashinani ot kuchi 132 ot kuchi bo'ladi. Reyturimiz ot kuchi 170 ot kuchi yetkazib beradi. Maxsus o'zi pechkadan suv ishlagani pechkadan olyapmiz. Buning uchun qizib ketmaslik uchun, qishda qiynalmaslik uchun, yozda yaxshi yurish uchun. Sifatli qilib ustunovka qilinyapti. Bu spark boshlaymiz. Metanni ichib, propan ustunovka qo'ydik. Metan turganda farsumkasi va miyasi o'z holida qoladi. Reduktorlar va xomitlar, shlanglar o'zgaradi. Ko'rishingiz mumkin. Shu narsa almashadi, keyin balon almashadi. Bo'ldi. Balonimiz 42 talik. Termos trubkalardan maxsus chiqarmas uchun termos trubkalardan qo'yyapmiz. Vallahi bo'lar. 8 soatga trubkalar berdim. Mana. Bunday siklar. Reyturimiz bilan Italiyaniki. Bilan xudo xolasa bo'ldi, xat orqasidan. Labo bo'lsa 65 dan, 105 dan qo'yiladi. Mana ishimiz jarayonida sifatli ustunovka qilyapti. Kelaversa shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Yevropa gaz obunachilari uchun sizlar bilan kamdan-kam ulug'bek bo'ldi. Shunaqa sifatli metan propan xizmatlar bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqsa, shunaqa sifatli qilib beramiz. Sizlarni ulug'bek. Bizning nazarimizga keladigan bo'lsak, bizning nazarimiz shu. Toshkentga kelishda shunday razvod qilasiz, mumkin razvodda qolganingizda o'ng taraf kanalda Yevropa gaz. Jizzaxdan kelishda to'g'ri yo'lda eski yo'l, Sardaman yo'li, Abdan kelishda yo'l bo'yida Yevropa gaz bitta o'zi adashtirmanglar, Yevropa gaz bitta katta bo'ladi. Boshqa Yevropa gaz kichkina bo'ladi. Shunday sifatli qilib beramiz. Xolosa metan, xolosa propan, shunday xizmatlar qilib beramiz. Kelishtirib albatta ishonchli qilib. O'zi sifatli metan ustunovka klient ko'p bo'ladi. E'tibor bering, mana qarang. Boshlangish klientlarimiz ko'p. Har doim sifat bizda birinchi o'rinda.
Yaqin joyda bo'lsa bemalol chiqsa. Yevropa gaz har doim bir qadam oldinda. Sifatli metan san'atda.